Assalomu alaykum do'stlar. Mana hozir Koreyada Seul shahridan video olyapman. YouTube kanalimga Koreya Mania o'zingizlar bilasizlar, agar ko'rib turgan bo'lsanglar. Do'stlar, anchadan beri mana YouTube kanaliga video olmagan ekanman. Bugun hozir shu oxirgi videoyimga bitta shu muxlisimiz naqa yozgan ekan. Shu Koreyadagi eng arzon qayerda arzon kiyimlar olsa bo'ladi, qayerda oziq-ovqatlar arzon, shularni tanishtiring deb yozgan ekanlar. Shularga javoban hozir video olyapmiz do'stlar. Koreyada arzon o'zim xususan qayerda shu oziq-ovqatlar arzon olaman, qayerda kiyim-kechaklar arzon olaman. Hop, shu to'g'risida qisqacha sizlarga tushuntirib ketaman. Hozir ayni damda men mana Koreyani Costco degan joydaman. Amerikani bilsanglar yirik mana shu oziq-ovqat kompaniyasi yirik nima desa bo'ladi, gipermarketi mana shu Koreyada filiali bor. Bu o'sha Seulda Korogu degan rayonida. Bu mana atrof bu hududlar juda ham chiroyli og'aynilar. Demak, hozir o'sha mavzuga qaytadigan bo'lsak, shu arzon kiyimlarni hozirlarga ko'rsataman. Mana shu joyda ham arzon kiyimlar olsa bo'ladi. Shu brendiviy kiyimlarni sizlarga ko'rsataman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Qani ketdik va bundan tashqari biz shu oziq-ovqatlarda ham aynan o'zim qayerdan arzonga olaman, shular to'g'risida gaplashamiz. Ketdik do'stlar. Mana Koreyada arzon kiyimlarda 8 Seconds degan Koreyada shu kiyimlar tarmog'i bor. Mana shu hozir Costco'ni Berlinda Costco emas, iPark Mall deydi mana, iPark Mall. iPark Mall'dagi 8 Seconds'ga keldim. Bu yerda ham mana shu arzon kiyimlar. Endi 8 Seconds faqat iPark Mall'da ichida emas, Koreya kelsangiz hamma shaharlarda shu 8 Seconds kiyimlar do'koni bor. Hozir narxlarini sizlarga qisqacha ko'rsatib o'tib ketaman. Sal nariroqda boshqa kiyimlar ham bor. Ko'ramiz barsin. Mana ayni damda 15% skidkalar ketyapti ekan. Agarda 3 ta kiyim, 3 tadan ko'p kiyim oladigan bo'lsangiz, 15% skidka. Xo'p, do'stlar, hozir klientlar sal kamroq ekan bu yerda. Kechasiga hozir hamma ishda bo'lgan shunaqa, kechasi bu yerda odam juda ham ko'p bo'ladi. Ayollarda kiyimlariga uncha tushunmayman, lekin mana 39900 deb qo'yibdi mana shu joyda. Menimcha taxminan shu $25 atrofida. Mana ayollar kuzatayotgan bo'lsanglar, Koreyada mana 8 Seconds degan do'konning ichida hop mana shunaqa ko'ylaklar bor. Narxi arzonmi, qimmatmi? O'zingizlar yozib ketinglar. Men ayollarning kiyimlari narxlarini uncha yaxshi tushunmayman. Erkaklarning ham uncha tushunmayman. Ko'rasizlar. Hop, bular qancha bularning narxini men bu yerga yozib qo'ygan bo'ladi. Men buni ayollardagi 49900, 50 won ekan. Mana shunaqa. Narxi arzonmi, qimmatmi? O'zingizlar bilasizlar, men sizlarga faqat narxini aytib ketyapman. Bu yoqda mana shimlar bor ekan. Mana 29800, bu ayollardagi bo'lishi kerak. 29800, taxminan necha dollar bo'ladi? $20 atrofida. Shu polkachada mana hammasi 29900 dan sotishyapti. Mana bu aykachalarda bu ham ayollardagi 19900. Taxminan shu $14-15 atrofida sotishyapti ekan. Xullas mana 8 Seconds'da narxlarini oz bo'lsa ham ko'rdinglar. Mana bu yerdan kiyimni tanlab, to'g'ri kassasiga borib sotsangiz bo'ladi. Bu yerda o'sha fitting roomlari ham bor, ya'ni kiyimni kiyib ko'rib yoqsa olasizlar. Mana qo'rchoqlari ham bor. Qaranglar, chiroyli qilib qo'yibdi. O'g'il bolaniki bo'yinda mana hech pul ekan, 39900, 100 razmerda, L ham deyiladi. 39900, taxminan mana $30 atrofida bo'lish kerak. Tak mana ko'ylaklar bor. Ko'ylak qancha ekan? Buni narxini yozmagan shekilli. Hop, mana qarang, hozir 15% skidka beriladi deb qo'ydi. Mana hozir mavsumi shu kiyimlarga 15% skidka beriladi. Bu yerda hattoki mana kepkalarda ham ko'rishingiz mumkin. Narx qancha ekan? Buni hozir narxini ko'rsatamiz. 39900, sal qimmatroq ekan. Endi brendiviy bu 8 Seconds brend hisoblanadi. Shuning uchun narxlari boshqa joylarga qaraganda biroz qimmatroq. Lekin baribir nisbatan arzonroq hisoblanadi. Agar brendiviy kiyim bo'lganda arzonroq hisoblanadi. 8 Seconds Koreyada mashhur. Endi arzon kiyimlarni bozorlarda ham olishingiz mumkin, lekin koreyslar ko'proq shu brendiviy magazinlardan olishadi. Bozorlarda unaqa sifat yaxshi bo'lmaganiga asosan bular ham shu 8 Seconds degani bor. Yana boshqa anaqalar ham bor. Sizlarga men Olive Young degan joyga keldim. Kosmetikalarning narxlarini birato'la ko'rsatib o'taman.
Hop, ketdik qani. Koreydagi Olivian hamma joyda bor, hamma shahar. Qaysi shaharga kelmay hamma joyda mana shu Olivian har 2-3 kilometrda radiusda 1-2 kilometrda bo'ladi. Mana qizlar uchun maxsus biz kosmetikalarni narxlarini Koreyada bu nima ekan bu? Mana shu narsa 17 ming wondan sotiladi. Qarang. 13 dollarmi shunaqa try-me deb qo'yibdi. Bepulga mana foydalanib tekshirib ko'rsangiz bo'ladi. Mana model qizlarda rasmlarini ham qo'yib qo'yishdi. Mana bunday qilib o'zingizga qaraysiz bo'ladi. Hamma anaqalar bor, narxlarigacha yopishtirib qo'yibdi mana. Mana bu yerda ham kosmet hammasiga mana qarang, try-me deb yopishtirib qo'ygan. Bemalol anaqa qilib foydalanib ishlatib ko'rsanglar bo'ladi. Shunday chiqib ketsanglar pul to'lamasdan foydalanib ko'rsanglar bo'ladi. Hop, bu yoqda men narxlari nima dedim uni? Pudrami? Shunaqa narsa 38800 deb qo'ydi. Pigon Caution ekan, Caution. Hop, mana hamma narsa bor bu yoqda. Endi baribir kosmetikalarni tushunmaymiz. Hop, bu yerda hattoki mana shampunlar ham sotyapti, bu dorilar ham bo'lishi mumkin. Endi dori yo'q menimcha, lekin aslida shampu, har xil shunaqa narsalar ko'rishingiz mumkin. Yana nima bor bu yoqda? Hozir men bu narsalarni ko'rsatsam, 14400 won ekan. Kichkina mayda qilib yozib qo'ygan. Shunaqa qilib, menimcha qizlar o'zlari tushunsa kerak. Hop, mana Koreyada moisture sun cream qarang, sun cream 18900. Bu qimmatroq variant ekan. Aslida juda ham arzon sun creamlar, bunchalik qimmat emas. Tonab sun creamni qo'yibdi. Hop, nimalar bor yana? Har xil narsa. Mayda-chuyda narsalar juda ham ko'pda. Va bu magazin Koreyaga kelsangiz Olivian deb nomlanadi va mana bu yerda skin care mana. Skin care. Ham burchagiga, tepalariga hammasini dermo care ekan. Hop, mana bu yerda ham skin care. Bu yerda food qo'yibdi. Beauty tools, beauty tools. Hammasidan borda qisqasi. Bu yerda endi bir kunlab aylanib video olib chiqsangiz ham baribir ulgurmaysiz. iPark Mall kattaligi tepasiga apartamentlar bilan yashash, odamlar yashaydi, shunaqa narsalar qurib tashlagan. Pastki qavatni qaranglar, mana bunaqa katta kiyim-kechak, oziq-ovqat, katta bir unaqa qilib tashlagan. Qarang. Olivian mana hozir kirib sizlarga aylanib chiqdim. Hozir sal narxda yana boshqa oyoq kiyimlar sotadigan arzonroq joylar bor. Mana shunaqa koreyslar shu brendli joylardan olishadi. Narxlar arzon. Mana Chaju degan joy ham bor. Hozir sizlarga ko'rsataman, mana shu kiyim-kechak, hozir bir kirib ko'ramiz. Chaju do'koniga kirdik. Koreyada eng mashhur mana shu arzon kiyimlar, arzonligi bilan va sifati eng zo'ri bilan va o'zbek qizlar ham shu Koreyadagi sherga kelib o'zbek qizlar bolalar mana shu yerdan narsa olishadi. Oyoqga nima deydi? Har xil kiyimlar olishadi. Hop, 19900, 15 dollarga qarang. Bu oddiy shpel emasda, bular sifati bilan boshqa Koreya do'konlaridan farq qiladi. 19900 qarang, sifati agar Koreyada bo'lsangiz, O'zbekistonga uydagilarga olib borsangiz mazza qilishadi. Ko'ylaklar mana. Narxi necha pul ekan? Narxlarni endi hozir bu yoqqa yozmagan shekilli, lekin shunday ko'tarib kassaga olib borsangiz, mana yozgan ekan 29900. Asl narxi 49900 ekan, 20 dollar atrofida bo'lyapti. Chasu soda Samchonwon servislari bor ekan, har xil mana ko'ylaklar qarang, zo'rligini, sachaqlar ham bor bu yoqda mana. Endi sachaqda o'rgan qolganmiz, sochiq aslida. Xo'p, nima bu? 3900 ga qaranglar. 3 dollar. 2,5-3 dollar atrofida. Har xil arzon qimmatlari bor, bu yoqda yana shpellar bor. Mana Chaju do'konida mana qizlarniki menimcha bu qizlarning shimlari ham bor. Shimlar narxini bir ko'rsatmoqchi bo'lyapman. Mana 49900, shu 30 dollar atrofida shimlar. Bu yerda ham hozir season, ya'ni fasl boshlandi deyapti. Hop, sezoni boshlandi. Sezoni boshlangan. 39900 ekan bu. Menimcha qizlarniki mana qaranglar. 30 dollar, 28-27 dollar atrofida. Mana hozir sezon boshlandi, sezon boshlandi deyapti. Mana bu yerda uni parkovkaga tushib ketaverasizlar, mashina qo'ygan bo'lsanglar. Hozir sekin boshqa do'konni ham ko'rsataman. Hozir yana bir Koreyadagi arzon do'konlar magaziniga keldim. Brendini qarang. Uniqlo degan joyga keldim. Teskari ko'rinayotgan boshqa Uniqlo degan joyga keldi. Narxlar bilan birma ketmasizlar, kirishim bilan ko'rsataman. Bu yoqda ham mana hozir spetsialniy narxda anaqa bo'lyapti, sezoni boshlanadi ekan. 19900 ekan ham kiyimlar, hamma razmerlarni qaranglar, yopishtirib qo'yibdi. Hop, bu yerda erkaklar, ayollar, bebilar uchun, yosh bolalar uchun, hamma uchun har xil narsalar bor. Kiyim-kechak, hamma narsani ochkalargacha sotishyapti ekan. Ochka qancha ekan endi bu? Hop, narxini qayergadir albatta narxlarni yozib qo'ygan. Tepaga qarang, 19900, ya'ni shu 12 dollarlar atrofida aniq qilyapti. O'zingizlar 19900 Google yozsanglar sira chiqarib beradi qancha bo'lishini. Masalan, taxminan o'shanga yaqin summani aytyapman. Mana bu jaketchalar ham juda zo'r ekan, qaranglar. Figuril pog'o hamda terini
himoya qilar ekan. Terimni himoya qiladigan ajoyib g'aroyib mana shunaqa kiyimlar bor. Suvga, nima deydi, yomg'irdan himoya qiladi. 49.900, ya'ni $35 atrofida. Hop, mana ayollar uchun hamma narsa bor ekan. Hop, nimalar bor ekan bag'da? O'zimizda tomosha qilsak ham bo'ladi mana bunday mazza qilib. Hop, bu yerga mana maxsus o'zining arvachalari bor, savatchalari bor albatta. Hop, ayollar uchun mana ko'ylachalar bor. Nima ekan? S razmerda, made in China. Qarang, Koreyada ham Xitoyda kiyimlar ko'payib ketgan. S razmerda 39.900, taxminan shu $30, $28 atrofida. Mana shunaqa gaplar. Yana nimani bolachalarda anaqasini ham ko'rsatsam bo'ladi sizlarga, agar hozir topilsam. Bolalarning kiyimlari narxi tushiribdi 12.900 ga, aslida balandroq ekan. Hop, mana shunaqa nima ekan bu? Mana shu narsa bor ekan. Demak, nech pul ekan? 19.900. Bu ham Xitoydagi taxminan $13 atrofida. Lekin qarang, vidi zo'r ekan. Bunaqasini O'zbekistondan topa olmaysizlar, Toshkentda ham topish juda qiyin. Hop, mana bu 9.900 ga qaranglar, $6-7 atrofida. Zo'r ekan lekin. 110 razmer ekan, 110 razmer. Har xil anaqasidan bor, ranglardan bor. Juda ham ajoyib ekan. 14.900 mana. Narxlar ancha tashatdi lekin. Narxlar zo'r tashagan mana. Kiyim har xil razmerlar bilan bemalol kiyib ko'rib, xonalarga kirib bemalol almashtirsa bo'ladi. Ularni o'ynash uchun maxsus joycha ham qo'ygan, bemalol bolalarni sherda qoldirib, ota-ona endi bolalar yosh, juda yosh bo'lmasa-da, bu kiyim tanlab chiqib ketaveradi. Yoki er-xotin keladigan bo'lsangiz, biz endi er-xotin kelardik sherga. Misol uchun ayolim meni sherda bolalar bilan qoldirib, o'zi tepalarga chiqib kiyimlarni aylanib kelar edi. Hozir Koreyada hozir bir o'zim bo'lib turibman asosan. Videolarni O'zbekistonga tashlab ketamiz. Mana shunaqa. Mana sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganim mana ABC Mart Koreyada juda ham va mana bu yerda mana Top 10 bor. Mana shu Top 10 va ABC Martlar Koreyada to'g'ri unchalik arzon emas, lekin juda brendiviy, hamma mana shu yerdan koreyslar o'zlari ham juda ko'p mahsulot sotib olishadi. Birinchi sizlarga ko'rsatganimiz mana oyoq kiyimlar. ABC Mart Koreyaga keladigan bo'lsanglar, to'g'ri ABC Martga kela olasizlar. Hop, nima deyapti? Shu 59.000 atrofida, $40 dan mana. Mana shpela, har xil tapchkalar, mana hamma narsalar bor. Mana oyoq kiyimlar, brendiviy oyoq kiyimlarni, krossovka, bosh narsalarni shu ABC Martdan topa olasizlar. Hop, hamma narsa bor mana. Qaysini ko'rsatishdan bilmasizlar, mana qarang, 79.900. Filani bilasizlar, juda ham o'zim ham tez filadan olib turaman. Endi to'g'ri ABC Martga kelib, shu filani kirib topa olasizlar, mana ABC Mart. Juda sifatli mahsulot. Mana har xil anaqalardan bor. Mana men bilan 139.000, taxminan $90 atrofida ekan. $90. Shu yerdan sotib olib O'zbekistondagi ota-onalarga olib borib bergan bo'larmidinglar? Shu $90-$100 evaziga. O'zbekistonda o'sha boya $90 ko'rsatganim bormikan shunaqa anaqalardan? Qaranglar mana 49.000. Misol uchun shular O'zbekistonda bormikan? Bo'lsa narxi qancha? Mana qarang, Koreyada narxini aytaman sizlarga, 49.000 bor. Bu degani $30 atrofida, $30-$32 bo'ladimi? Mana shu narsani misol uchun O'zbekistondan qanchaga sotsalar bo'ladi? 30 shu $32 ga olsalar bo'ladi. Shuni bilganlar shu kommentariyada yozib ketinglar. Mana hozir erkaklar yoqtiradigan mana shu oyoq kiyimlar. Hop, necha pul? 109.000 won. Taxminan mana hop qancha bo'lyapti? 80-70 $70 atrofida turibdi. Sumkachalar mana. Xullas do'stlar, bu yer ABC Mart edi. Endi biz Top 10 ga qarab yo'l olamiz. Ketdik. Kiyimlarda o'ylaganimdan ko'ra ko'proq ko'rsatib beryapman. Chunki juda ham ko'p atrofda kiyim-kecha, men hozir shunaqa joyga kelib qoldimki, bu yerda hamma topoviy brendlar yig'ilib qolgan, arzonlari ham bor, qimmatlari ham bor. Lekin bundan arzonlari ham bor, sifatlari uncha yaxshi emas. Shuning uchun men shu yaxshi joylarni sizlarga ko'rsatyapman. Bu bozorlarda ham borib kiyimlar olsanglar bo'ladi, lekin koreyslar unaqa joylarga odatda borishmaydi. Top 10, mana shu Koreyaga kelsanglar eslab qolinglar, Top 10 desanglar mana hamma narsa bor. Shu Top 10 da o'zini mana fitting roomlari bor, kirib bemalol aylanib 49.900 ekan bu. Mana $30 ayollar uchun. Hop, 23 razmerda. Ko'ylaklar bor, mana 19.900 mana. $10 ekan, $10 qaranglar. Bu O'zbekistonda $10 ko'ylakdan farq qiladi-da.
Mana shunaqa. Bular barisi made in Koreya bo'lish kerak. Sifati zo'r mana, sal qalin ekan, zo'r ekan. 19900 mana. Narxlar juda ham arzonda qaranglar. Boshqa joylarda Koreyada qimmatroq bu ko'ylaklar, lekin mana shu top tenga kelsalar, mana yaqinda Koreyaga kelmoqchi bo'laman. Studentlar bo'ladi, endi Koreyaga kelayotganda to'g'ri mana shu top tenga kelarasizlar. Arzon, o'zim ham chetdan tez kiyimni olib turaman. 15900 mana. Zo'rda qarang, Brooklyn Vibe New York deb qo'yibdi. Mana bu ko'ylaklar ham juda zo'r ekan, razmer ajoyib. Mana shu 29900 mana. Shu 29900 ekan. Endi kiyimlar mavzusini to'xtatamizda va Koreyada men oziq-ovqatlarni ko'proq qayerdan olaman? Men ko'proq asosan bozordan olaman. Endi sizlarga lekin bozor ko'rsatib o'tirmayman. Bozordan tashqari qayerda olsa bo'ladi? Imati degan joy bor. Do'stlar, hozir Imatiga qarab yo'llanamiz. Koreyaga kelsanglar, sizlar ham albatta Imatidan ko'proq savdo qilishni boshlaysizlar baribir. Shuning uchun to'g'ri Imatiga borib, Imatini qisqacha oziq-ovqat narxini sizlarga obzor qilib beraman. Ketdik videoni oxirigacha ko'ringlar va agarda shu subscribe qilmagan bo'lsangiz, albatta subscribe qo'yinglar va mana shu kontentimiz qiziq bo'ladi. Oxirigacha ko'ringlar, do'stinglarga Koreya qiziqadiganlarga albatta yo'l qo'ying. Ketdik. O'z do'stlar, Imatiga juda ham oz qoldik. Mana yaqin qoldi sizlarga ko'chalarda ozgina mana Koreya ko'chalari qanaqa ko'rinishda, ozgina sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Ko'ringlar, mana Koreya kelmagan bo'lsanglar, ko'chalar qanaqa ko'rinishda, koreyslar ko'chada qanaqa kiyimda yurishadi, qanaqa holatda yurishadi, ko'rsatib bo'ladi. Qani ketdik. Koreyada ko'chalarda odamlarni olish mumkin emas. Yuzlari ayniqsa ko'rinmasi kerak. Shuning uchun ehtiyot bo'lib, ko'rsatmaslikka harakat qilib olyapmiz do'stlar. Telefon ko'p qimirlab ketyapti, qo'lda ushlab ketayotganim uchun endi anaqa bo'lmaysizlar, noto'g'rilamasizlar, chunki professional baribir bunaqa tayyorgarlikni olyapman. Qo'limda hech narsa yo'q, shunchaki mana telefonni bunaqa chapachasi yotqizib videoga YouTube stilida olyapmiz. Mana ko'rib turganlaringizdek sifati mazmun sizlar nima Koreya to'g'risida ma'lumotga ega bo'lsa bo'ldi. Maqsad shu, unaqa ortiqcha anaqa yo'q. Mata degan joyga keldik. Biz ham o'zimiz ham oilaviy asosan mana shu yerdan bu narsa xarid qilamiz, hamma narsa arzon. Ketdik mana. Mana do'stlar, ichi juda ham katta. Bu ja katta emas, juda ham katta Imati do'koni emas. Bu yerda men birinchi nima sizlarga ko'rsatganim tarvuzlar qaranglar. Hop, 19580 taxminan $15 ekan. Hop, kilogramm necha kilo chiqadi? Endi taxminan kilogrammni odatda yozib qo'yar edi. Mana shu Koreyaning tarvuzlari. Mana Koreyaning qavunlari, mana o'zimizda qavunlar yo'q, shunaqa qavunlar bo'ladi. 10980 sotyapti. Bu degani bir $7 atrofida mana shu qavunlarni ko'rishingiz mumkin. Mana chesnoklar mana shunaqa ko'rinish so'rashyapti. Chesnok narxi qancha ekan? Chesnok narxi mana hop, Nengok yo'q, bu ham emas. Chesnokning narxi mana do'stlar. Hop, ikkita paket oladigan bo'lsanglar 7980 ekan. Bitta paket olsanglar 4990 won ekan. Buni o'zingizlar kalkulyatorga tashab hisoblab olsanglar bo'ladi. Mana qaranglar, sabzini mana shunaqa 3 dona ko'rinish sotishyapti, $3 ekan. 3980. Piyozni mana o'rab qo'yibdi. Piyoz narxi qancha? Piyoz narxi mana 3 kg ekan, 4980. Bu degani $3 atrofida. Mana sabzi, bu yuvilmagan sabzi ekan, 2980, ya'ni $2 atrofida. O'zim sizlarga yaxshi ishlab bergan aytaman. Hech qanaqa nima deydi, mikrofonsiz olyapmiz. Degalar mana Imatni juda yaxshi bilishadi. Ko'pchilik yerdan olishadi. Mana ichimliklar. Xo'p, mana kichkina kofechalar bor ekan, $2 dan. Xo'p, mana bu yerda ichimliklar bor, har xil mana ko'rishingiz mumkin. Sutlar va sut mahsulotlarini sizlarga ko'rsataman. Koreyada mana sutlarni shunaqa ko'rinishda sotsangiz bo'ladi. Mana shu necha litr ekan? 2-3 litr ekan, 5980 won. Taxminan $3.5 atrofida. Mana bu yerda mana qaymoqlar, qatiq bu, ko'proq qatiq. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Hop. Mana yogurt. Mana shunaqa narsa mana. Va aksiyalar, har xil aksiyalar ketyapti ekan. Bitta olsanglar 1+1 ekan. Shunaqa ko'rinishda. Mana yerda kichkina sutchalar bor.
O'zimiz ham O'zbekistonga tez-tez mana shunaqa Maxim kofelardan uydagilarga olib boramiz. O'zbekistonga 280 ta ichida paketchasi bor ekan. Kofe mana. Nech pul ekan bu? 40.680 dan sotishyapti. Ya'ni taxminan hop shu $30 yetmaydi. Shunaqa kofelardan kelsalar uydagilarga olib borsalar bo'ladi sizlar ham. Mana bu yerda mana o'z bilan shokka tushadigan narsa, alohida ovqatlar sotiladi. $2 dan sotilyapti. Mana mushuk rasmi ham bor mana. Kuchuchaga uylarda kuchucha boqsalar shularga bor mana. Uchtasi 6700 taxminan $4 atrofida. Yerda o'ta arzon joy Daiso, juda ham arzon, qiymatidan ham arzon, hamma narsa $1 dan $5 gacha. Hamma narsa bor bu yerda. Mana qo'lqoplar $1.5 $2 million degan $1.5. Hamma narsa mana $5 dan oshmaydigan narxda bor mana shu Daiso do'konini Koreyaga kelib mana birinchi bo'lib shu Daisoga tashrif buyursalar bo'ladi. Hamma narsa arzon narxlarda. Bunaqa sovg'alar uchun qutichalar ham bor. Hamma narsa bor, qaranglar. Xatirchalar bor, hamma narsa bor. Bu yerda shunchalik ko'p narsalar, qaysi birini ko'rsatishni bilmayman. O'ynacholar bor mana $2 million $1.5. Hamma narsa bor, qarang mana. Nima ekan bu? Alkogol sodokcha ekan. Tarjima qilasizlar o'zingizlar. To'g'risi o'zbekcha o'zi anaqa kelmayapti. Hop, nima bor ekan bu? Hamma narsa bor. Hali $1 $5 ga. Mana zontichalar ham bor. Hamma narsa bor. Zonti qancha ekan? Taxminan shu $2-3 $3 atroflarida bo'ladi. O'yinchoqlar, hamma narsa bor. Xullas, do'stlar, sizlarga kiyimlarni ham ko'rsatdim. Arzon mana ovqatlarni qayerdan olishni mumkin? Ovqatlarni mana shu Imatdan olasizlar-da. Yoki bozorlardan olsanglar bo'ladi. Endi bozor sizlarga ko'rsatmadim. Vaqtim bo'lganda bir keyingi safar video olarman, lekin bozorda bu yerga nisbatan arzonroq. Lekin bozorda bunchalik ko'p narsa, oziq-ovqat, ya'ni bunchalik ko'p bo'lmaydi. Mana qaranglar, ham anaqa zo'r ura qo'yibdi upakovkada. Nima kerak mana sizlarga? Qaranglar mana. Nima deydi buni nomini? Qanaqada? Olxo'rimi? Olxo'ra. Narxlar qancha? Olxo'rning narxi 1 kilogrammi $5600 $4 atrofida. Mana ko'rdinglar, kiyim-kechakni ham tanishtirdim sizlarga, Daisoni, Imatini tanishtirdim. Arzon oziq-ovqat, arzon kiyim-kechak, hamma narsani Koreya kelsalar mana tanishtirdim. Koreya kelsalar endi qiynalmaysizlar do'stlar. Koreya Mania kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Instagramda Mr. Bertin mani qidirishingiz mumkin. Hammaga omad. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.